Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanaqa gullar sizni qiziqtiryapti? Mani gulligimdan qiziqishim. Unda nimaga gul do'konga keldingiz? Chunki xotinim gulni yaxshi ko'radi. Men esa uni yaxshi ko'raman. Yokida maslahat berib yuborish kerakmi? Orxideya, anturium, spatifilium, kalahoyadan tashkil topgan barchasini jamlab bitta korobkaga kompakt sig'ib yasaylaversam bo'ladi. Voy, necha zo'r. Okey. Odam yaxshi ko'rishni qatdan bilsa bo'ladi. Menimcha, u insonni oldida bo'lganingizda yuragi sanchib, tez ura boshlaydi, aka. Rahmat. Nima dedilar? Hech nima. Yurash ajoyib.